Viloyat hokimi Aziz Boboyev Siyob dehqon bozorida bo'lib, avvalgi o'rganishlar davomida berilgan topshiriqlar ijrosini birma-bir ko'rib chiqdi. Ayni paytda bozor hududidagi beton ariqlarning usti yopilib, ochiq maydonlar asfaltlangan. Bundan tashqari hunarmandchilik mahsulotlari bilan savdo qiluvchi sotuvchilar uchun alohida joy tashkil etilganligi haqida viloyat hokimiga ma'lumot berildi. Avvallari ular ochiq havoda mahsulotlarni sotishgan, bu esa hunarmandlarga yog'ingarchilik bo'lgan paytlarda birmuncha qiyinchiliklarni yuzaga keltirgan. Shuningdek, bozor yo'laklarida yerda savdo qiluvchilar uchun rastalardan joy qilingan. Har bir mahsulot savdosi tartib bilan maxsus joylarda sotilishi yo'lga qo'yilgan. Siyob dehqon bozorini Shodiyona savdo majmuasi o'rtasidagi devordan eshik ochilib, ushbu yo'l ham asfalt qilingan. Yo'q, endi mana chiroyli bo'ldi, hammasi zo'r bo'ldi, ichkariga savdo bo'lish kerak-da. Hozir odamlar yurib chiqishi qiynaladi hozir bu yerda. Odamlar yuradigan bo'lish kerak. Viloyat hokimi bozordagi savdo do'konlari egalari endilikda piyodalar yo'lagiga mahsulotlarni chiqarib sotishlariga chek qo'yish, bozorga kelib ketuvchilarning erkin harakatlanishlari uchun sharoit yaratish lozimligini ta'kidladi. Viloyat hokimi Aziz Boboyev bozorda Yangi yil bayrami munosabati bilan tashkil etilgan arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasini ko'zdan kechirib, sotuvchi va xaridorlar bilan muloqotda bo'ldi. Aholining bayram kayfiyatini ko'tarish maqsadida narxlar barqarorligini ta'minlash, xaridorlarga sifatli mahsulotlar yetkazib berish, sotuvchilarga zarur sharoitlar yaratish yuzasidan ham topshiriqlar berildi. Bir haftagina Yangi yilga vaqt qoldi. Yo'qmi, shuni so'ramoqchiman. Shu uchun kelganman o'zim. Yarmarkani qilib beraman deb kelganman. Shu endi ichkarida chiqib bayramga bir haftagina o'tiraylik, yana yig'ishtiramiz. Yo'q, men ko'chada bunaqa to'polon bo'lib ketishni xohlamayman. Yo'q, men bozorchidan stol qo'yib, men ko'rib beraman, bozor qum bilan qayerga qo'yishni odamlarga qulay bo'lish kerak. Xalq qiynalmasligi kerak. Oyoq tay bo'lib ketib qolmasligi kerak. Chiroyli kelib, chiroyli chiqib ketish kerak. bir haftagina vaqt qoldi. Men sizlarni o'zlaringizdan ham ko'proq o'ylayman, eslaringizdan chiqmasin. Noshukirlik qilmanglar. Kim agar noshukirlik qilsa, agar juda xafa bo'laman. 4 muchalik sog'. Ilohim sog' bo'ling oxirigacha. Shunga shukr qiling. Bizdan ham bir hafta shukr qilsangiz, kam bo'lsin, barakasini bersin. Men yordam beraman deb aytyapman. Shu uchun keldim deyapman. Lekin noshukirlik qilmanglar, xo'pmi? Shuningdek, avvalgi o'rganishlar davomida bozorga kelgan yo'lovchilarning yomg'ir va qorda avtobus kutishlari uchun qulay sharoit yaratish yuzasidan topshiriq berilgan edi. Ayni paytda bozorning tashqari qismida yangidan avtobus bekati qurilib, bu yerga kelib ketuvchilar uchun qulayliklar yaratilgan. Viloyat hokimi bozorning orqa qismida Bibixonim ko'chasida avtotransport vositalari harakatini tartibga solish yuzasidan ham mas'ullarga aniq vazifalar yukladi.